Koloristika tarixində bo'lmagan baholarni hozir sizlarga e'lon qilamiz. Bilasizlar, Toshkentda eng mashhur koloristimiz Sherzod Abdullayevning eng mashhur shogirdlaridan biri Sadoqat koloristiyana keldik. Bu yangilikni eshitib o'zim ham hayratdaman obunachilar. Endi kelasiz sochlaringizni arzimagan narxlarda zo'r etib professional darajadagi koloristda ishlatib ketasiz. Yana bundan tashqari hozir xotin-qizlarimizni ko'pchiligi har xil koloristlarga borib, yo salonlarga borib sochini to'g'ri kelgan rangga bo'yatish natijasida shikastlab turibdilar. Endi hozir kurs ochyaptilar. Kursda hammamiz o'qishimiz mumkin. Baholarni ham zo'r narxda qilib beryaptilar. Bilasizlar, koloristikada bir kurs o'qish $1000 atrofida turadi. Chunki bu yerda rang tanlashdan tutib hamma narsagacha mukammal darajada o'rgatiladi. Biz necha so'm qo'yamiz? Koloristika kursi $100 endi. Koloristika kursida o'rgatadiganlarim soch bilan ishlash, shampunlar bilan, oksidantlar bilan tanishish, kraskalar bilan, palitrani o'qib bilish, kursimiz ichida yana eng qiyini qora rangdan chiqish, pudra yoki kislotniy simifkada bular ham sir saqlanmasdan to'liq o'rgatiladi. Koloristikani menda o'qigandan keyin bu cheklangan vaqt emas, xohlagan vaqtlari kelib shu o'rgatilgan mavzular bo'yicha bemalol telefon qilib savollar berib, yo kelib amaliyot bajarishlari mumkin. Endi hozirgi kunda obunachilar $100 da hech yerda o'rgatmaydi koloristika. Aynan Sherzod Abdullayevning o'sha mashhur va professional shogirdlaridan biri Sadoqat qo'yib beryaptilar. Nechunligini o'zlaridan bir so'rasak. Men ham shu vaqtda qarz olib, ustoz yurib, o'rganganda qiynalganman. Ya'ni bilim to'plashda qiyinchiliklarga uchraganman. Shuning uchun endilikda har bir insonga olgan ilmimni ipindan ignasinacha o'rgatish niyatindaman. Har bir inson koloristikani chuqur bilimlari ega bo'lishi mumkin. Uyda o'tirgan xotin-qizlar ham, uyda o'tirgan ayollarimiz ham. o'zingiz ko'rib turibsiz, har xil turdagi kraskalar bor obunachilar. Hozir Sadoqat aytib turibdilar. Kraskalar sochni turidan, rangidan kelib chiqib, holatidan kelib chiqib tanlab beraman. Bir yoki kraskani hamma ishlatmayman deb turibdilar va hozirgi kunda shunda sochni koloristika qilish necha so'mdan boshlanadi? 100 ming so'mdan 800 minggacha. Ya'ni bu kelib chiqishi sochni hajmi, rangi, ya'ni boshlanishi, kelajakdagi natijadan kelib chiqib narxlar baholanadi. Konsultatsiya bepul, bemalol kelsalar bo'ladi. Yana bayramda bahor elda o'zgaraman, go'zallashaman, yosharaman deb turgan xotin-qizlar bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz obunachilar Urganch shahrimiz, Urganch dehqon bozorini so'ng tarafga qarab turgan shopping center darvozasidan to'g'riga qarab kirasizlar. So'ng tarafdagi darvozasidan kiraverishingizlar bo'yicha o'ng qo'lda birinchi emas, ikkinchi 56 salon bo'ladi obunachilar. Profil telefon raqamlarini qoldiramiz. Bu yangilikni koloristikani mukammal o'rganaman deb yurganlarga yuborib qo'yamiz. Koloristika tarixində bo'lmagan baholarni hozir sizlarga e'lon qilamiz. Bilasizlar, Toshkentda eng mashhur koloristimiz Sherzod Abdullayevning eng mashhur shogirdlaridan biri Sadoqat koloristiyana keldik. Bu yangilikni eshitib o'zim ham hayratdaman obunachilar. Endi kelasiz sochlaringizni arzimagan narxlarda zo'r etib professional darajadagi koloristda ishlatib ketasiz. Yana bundan tashqari hozir xotin-qizlarimizni ko'pchiligi har xil koloristlarga borib, yo salonlarga borib sochini to'g'ri kelgan rangga bo'yatish natijasida shikastlab turibdilar. Endi hozir kurs ochyaptilar. Kursda hammamiz o'qishimiz mumkin. Baholarni ham zo'r narxda qilib beryaptilar. Bilasizlar, koloristikada bir kurs o'qish $1000 atrofida turadi. Chunki bu yerda rang tanlashdan tutib hamma narsagacha mukammal darajada o'rgatiladi. Biz necha so'm qo'yamiz? Koloristika kursi $100 endi. Koloristika kursida o'rgatadiganlarim soch bilan ishlash, shampunlar bilan, oksidantlar bilan tanishish, kraskalar bilan, palitrani o'qib bilish, kursimiz ichida yana eng qiyini qora rangdan chiqish, pudra yoki kislotniy simifkada bular ham sir saqlanmasdan to'liq o'rgatiladi. Koloristikani menda o'qigandan keyin bu cheklangan vaqt emas, xohlagan vaqtlari kelib shu o'rgatilgan mavzular bo'yicha bemalol telefon qilib savollar berib, yo kelib amaliyot bajarishlari mumkin. Endi hozirgi kunda obunachilar $100 da hech yerda o'rgatmaydi koloristika. Aynan Sherzod Abdullayevning o'sha mashhur va professional shogirdlaridan biri Sadoqat qo'yib beryaptilar. Nechunligini o'zlaridan bir so'rasak. Men ham shu vaqtda qarz olib, ustoz yurib, o'rganganda qiynalganman. Ya'ni bilim to'plashda qiyinchiliklarga uchraganman. Shuning uchun endilikda har bir insonga olgan ilmimni ipindan ignasinacha o'rgatish niyatindaman.
har bir inson bu koloristikani chuqur bilimlari ega bo'lishi mumkin. Uyda o'tirgan xotin-qizlarim, Uyda o'tirgan ayollarimiz ham. o'zingiz ko'rib turibsiz, har xil turdagi kraskalar bor obunachilar. Hozir Sadoqat aytib turibdilar. Kraskalar sochni turidan, rangidan kelib chiqib, holatidan kelib chiqib tanlab beraman. Bir yoki kraskani hamma ishlatmayman deb turibdilar va hozirgi kunda shunda sochni koloristika qilish necha so'mdan boshlanadi? 100 ming so'mdan 800 minggacha. Ya'ni bu kelib chiqishi sochni hajmi, rangi, ya'ni boshlanishi, kelajakdagi natijadan kelib chiqib narxlar baholanadi. Konsultatsiya bepul, bemalol kelsalar bo'ladi. Yana bayramda bahor elda o'zgaraman, go'zallashaman, yosharaman deb turgan xotin-qizlar bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz obunachilar Urganch shahrimiz, Urganch dehqon bozorini so'ng tarafga qarab turgan shopping center darvozasidan to'g'riga qarab kirasizlar. So'ng tarafdagi darvozasidan kiraverishingiz bo'yicha o'ng qo'lda birinchi emas, ikkinchi 56 salon bo'ladi obunachilar. Profil telefon raqamlarini qoldiramiz. Bu yangilikni koloristikani mukammal o'rganaman deb yurganlarga yuborib qo'yamiz.